Ana ikkita bolasiga na uyqu berdi, na aliment to'ladi. Sen ham shunga o'xshab kuyib qolmagin deyman-da qizim. Ertadan keyin nima bo'lishini bilmaymiz-ku. Shuning uchun o'zingga pishiq bo'lgin. To'g'ri aytasiz oyijon. O'zim o'tkalaysan. Ko'z tegmasin senga. Xo'p, kuyov bola. Kelinga, mahrga nima atadingiz? Shu tilda o'zib beramiz. Kelin, siz bunga rozimisiz? Yo'q. Rozi emasman. Mahrga gelik so'rayman. Mashina. Tuppa tuzuq qiz degandim. Namuncha osmon bo'lmasa, uyat, andisha degan narsa yo'q ekan. Hozirdan shu bo'lsa, boshini yeb qo'yadi-yu do'stimmi? Kuyov bola, kelin bolani shartiga rozimisiz? Bo'ldi, olib beraman. Juda yaxshi. Unda nikoh boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim.